Assalomu alaykum. Oldingiz mashq qiling. Ishlatib ko'rsatib bergan edik. Tosh yopishtirib, unga bizda bor qolgan krelarimizga. Bizda 5 xili bor. Mana shu to'lqilingan ishlatib yopishtirib ko'rsatib beramiz. Mana shu munchoqimiz kelganida, kesimida bo'lsa to'lib qo'ydik. Ichida har xil bo'ladi. Shu munchoqlarimizni mana shu ishimizga yo'llariga yopishtirib chiqamiz. Mana shu kreladan foydalanib o'ramiz. Videoni oxirida ko'rasizlar o'ziga ham qanaqa yopishganligini. To'xtab o'chagiga to'xtab kreladan foydalanamiz hozir. Bismillah. Mana shu birinchi krelamiz hozir mana shu suramizda yopishtirib chiqamiz. Endi ikkinchi krelni ochamiz. Endi gap bunisiga keldi. Zo'ng. Shu 4-chi krelimiz. Kommentda yozib qoldiringlar, yana nimalarni yopishtirib ko'rsatib beringlar mana shu krelarimizda. Nimani yopishtirmoqchi bo'lgan bo'lardinglar? Ko'rib turganlaringdek yopishtirib chiqdik. O'ylaymanki